Traktorlarımız yine kültivatör bilen durttu. Hava. Doğru kelitte zavat boladı. Aha. Akamatını koyamız, şimdi yakıp veremiz. Hava. Biraz az sezonu. Biz ana kilonkaya bolalayıp dürtten melezesi ana. Lazerleri var en tepedekiler. Hava. Ha bu koşkatar silke okşaydı. Koşkatar silkelerimiz yine. Bunlar doğru tiyarkalda. Tiyarkalda bular. Ana limuklarından gösteremezsin. Limuklarından Almanik halda durttu. Hammaga assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Bugun sizlar bilan texnikalar, ya'ni traktorda ishlam, plugda ishlam, yana navlarimiz bor. Silke, dori sapak, ishqilib, nechik turdagi fermer xo'jaligina kerak bo'ladigan texnikalarni sotiladi. Shularni sizlar bilan obzorini ko'ramiz. Videoni oxirigacha ko'rib, kanalimizga podpisiya bosib, kommentlarni, layklarni bosib turamiz. Biz endi obzorga o'tamiz. Birinchi shu 4 dona traktor sotiladi bularning hammasi. Og'am endi sizlarga ma'lumotlarni beradi. Ayting aqa, neleri bor bularni? Bu traktorlarımız yine kültivatör bilen durttu. Hava. Doğru kelitte zavat boladı. Aha. Akamatını koyamız, şimdi yakıp veremiz. Hava. Kime gerek bolsa yine motor taraflarını görəringlər. Ya yağ çıkan yeri yok. Ha. Yine borto taraflarını yine çizdin. Balonlarım yine normalni. Şimdi hazır. Yani işe tayar. Tayar bu işe. Doğru kültivatör bilen apar doğru atısa salıversen bola veredi. Bola veredi. Tayar kaldı bu nerse. Kelitte zavat boladı. Bu indi qiziqqanlar uchun nechik traktor modeli? T100 degan traktorimiz bu. Ha, T100 degan traktor. T100 turbo kompresor bola. Yılını ham aytamlar bu narsalarni o'zi? Ya yıllar ham bor, hammasini yozib chiqarib qo'yamiz-ku. Ha, bo'ldi. Yil ham o'zini yozib chiqarib qo'yamiz. Bo'ldi. Bu birinchisi shunday. Bu ham shuni vajmi? Ava, bu shu vaj, buni kultivatori yo'q, prosta. Buni kultivatori yo'q. Bu kultivatori bilan berasiz. Ava, kultivator bilan kelsalar, kultivator bilan beramiz. Bularimiz ham zavod bo'ladi. Bemalol kelib yana motor taraflarini ko'rsatanglar. Ustaga bemalol taraflar yana bolalar o'zi o'rta holda. 4 xil. Yo'q, gibimiz Belarus 80 bu. Ha, bu uchisi yana T100 degan ekan. Bu Belarus, hang. Ava, bu Buni ichi variant. 80 variant bu. MT80 degan variant yana hamma narsasi. Mana meni ko'rsatib berarsan. Akamatorlar bu ham to'g'ri zavod bo'ladi. Tayyor holda bor. Yan tutdi. Yan tutdi. To'g'ri akamatorni qo'ysak, zavod bo'ladi, yanadi. Nomerlarni qo'yamiz. Kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, pastdagi nomerlarga telefon urib, baholarni bilsangizlar bo'ladi. Yana bir traktorimiz bor, buni ham ko'rsatib o'tamiz. Videoni oxirigacha ko'ringlar. Keyingi sotiladigan traktorimiz T6070 New Holland degani. Buni ichkaga Bam doğru start hozir tayyor. To'g'ri yine plug, novi, dinlavazam bor. Yine lazerni dinlavazamiz. Yine meni ko'rsatib olib beradi yine. Yo'q, chiqib yotgani yo'q. Ha, hech qanday yo'q chiqib yotgani yo'q yine. Balonlar ham gösterir. Balonlar ham o'rtadan normal balon. Bu plugları aylanma plug deb aytiladi bular. Hava. Hammasi aylanadi. Tayyor holda bular ham. Ana limuklarni ham ko'rsataversin. Limuklar ham normal holda turibdi. Doğru işe ketaveradi. Doğru işe tushirib yo ildirib, doğru işe tushirib ketaveradilar bular yine. Aha. Hammasi yana 4 tane doполнительный izini ildiraman desalar, yana unda yana doполнительный ulidon plugimiz ham bor. Bular ham, ava, ishini ham ko'rsatib. Yana. İzleyiciler ham ulab ketsa bo'ladi bemalol. Lazerli dinlamozlarimiz yana qaranglar. Bu yerni tekizlash, maqsadi. Chotki lazer bilan taxlab hozir tayyor isha tutdi. Tayyor isha tutdi yana. Hammasi sezoni. Biz ana kilonkaya olib turtdan melezasi ana. Lazerlari var eng tepadagilar. Ava. Lazerni hamma narsasi isha tutdi. Doğru barib tekizlayverasizlar. Bundan birisi bor yana. Ban tarafda yan bor yana. Birisi bor ekan. Bunda biri 2 tane. Bam shu narsa eng toshdan. Ava, bam tayyor holda. Bam yana lazerni tayyor dinlamozlarimiz yerini tekizlash uchun ishlatiladi. Endi silkalarimiz, qaranglar, bu qo'shqatar silka o'xshaydi. Qo'shqatar silkalarimiz yana. Bular ham to'g'ri tayyor holda. Nova kishi uchun. Xudo, paxta kishi uchun. Paxta kishi. Paxta, da. Bu ya içanda görgəmiz su universal adang. Ava, o'yini boshqa narsani ekib biladi. Ava, bu qo'shqatar, paxta chigita kishi uchun. Paxta, ava, chigita bemalol eksa bo'ladi. Yana 3-4 tane bor. 4 tanasi bor. Bularimizni yana sotamiz hammasini. Xalasadan olib xalasa hammasini. Ava, farqi yo'q. Bu narsa nima? Bu o'zi endi dori sapadon narsa. Ha, dori sapadon. Ava. Bu dori sapish dum ne bo'lib turibdi. To'g'risi. Eng muhim narsa bo'ldi. Muhim narsa bo'lib turibdi. Yana bom tayyor holda. To'g'ri yana traktorda qiladi. Qardan pardan bo'yicha bor. Hamma narsasi tayyor do'stlar. Tayyor turibdi ana. Oyoqlari orqa tarafdan yozib tashaladi. Bemalol ekitib ishlataversalar bo'ladi. Bo'ladi. Tayyor yana kultivatorlarimiz bor, traktorning izini qo'shib berish uchun. Bular ham ishlab turibdi, to'g'rimi? Ishlab turibdi, ava. Tayyor. Bunda non, yani ekish uchun maslangan bu chigita ekish uchun. Asosiy. Paxta ekish uchun. Ketadi yana. Hozir sezon boshlagan turku. Shuni olib berasizlar. Xalasazda buni o'zini oddiy yalinglar, xalasazda. Alloh. Traktorlar bilan dilni desalar oddiy beramiz. Nima desalar yana ko'rsatga berganimiz bor, ish berganimiz. Yurtda fermerlar sizlar uchun kerakli zo'r narsalarimiz bor. Selkalarimiz ham bor. Selkalar ham bor ekan. Xullas nomerlarga telefon orasida narxlarni so'rab bilib olib, kelib xarid etib ketsangizlar bo'laveradi. Manzil Urganchda Raycenter
bazar tərəfdə. Xullas, gələ verəsizlər, sizdən kütüb qalamız.